Muhammad Zubayr bolajonimiz 18-da kelishganda bronxit tashxisi bilan tomonlari qizarib ketgan edi. Hozir mana qayta ko'rikka kelishdi. Kecha 10 kun bo'lgan edi, kecha ishda emasdim. Hozir tekshiryapmiz. Yo'tallari yo'q, esa o'pka bronxlari chotki, o'pkaga o'tib ketgani-yu. Uyda antibiotik substansiyasi bo'lar ekan bronxitda. Isitma qilmadi, hamma narsasi yaxshi, mana harakatlari yaxshi, o'sha ovqatlanyapti, hech qanaqa gormon, hech qanaqa ukollar qilmadik. Mengacha kelganda antibiotik oluvdi bu. Olgan edi, rezultat bermaganligi uchun bular kelishgan edi. Hozir xudoga shukr bolajonimizda hamma narsalari yaxshi bo'lganligi uchun o'sha bu yog'iga faqatgina immunitetini ko'taradigan vitamin terapiya qilamiz. Atak bolamiz juda ham zo'r, ko'z tegmasin. O'pkalarga o'tkazib borganlari-yu, oylarga rahmat kattakon. Hamma narsani igani, kstati, bularda yana bitta bolacha bor edi. Unga ham qarab, mana u ham tuzalib ketdimi? Katta bolalari mana tuzalib ketdi.